Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda narigi dunyoga o'tib ketgan insonlarni bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa, nimani so'rashligini Qur'oni Karimda Alloh taolo aytayapti. O'lgan inson bu dunyoga qaytib kelsa aytar ekan: "Qala robbi irji'uni la'alli a'malu solihan fima tarakt." Ey Robbim, meni dunyoga qaytar der ekan. O'lgan inson Alloh subhanahu va taolodan meni mana bu dunyoga qaytargin ey Robbim deb so'rar ekan. La'alli a'malu solihan fima tarakt. Dunyoda tark qilgan solih amallarimni qaytadan borib, dunyoda mana shu solih amallarimni qilsam, fa as-saddaqa, birinchi aytadigani sadaqa qilsam deydigan. Narigi dunyodagi inson mana bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa, qiladigan ishini ham aytayapti Alloh taologa. Agar deyapti, ey Robbim, agar meni dunyoga qaytarsang, yer yuzidagi hayotga qaytib keladigan bo'lsam, la'alli a'malu solihan fima taraktu fa as-saddaqa, dunyoga kelib men sadaqa qilgan bo'lardim, pullarimdan ehson qilgan bo'lardim deb aytar ekan. O'ylamaylikki, ba'zi paytda ko'proq ehson qilib qo'yapman. Ana masalan sherigimiz ehson qilmayapti. Men ehson qilyapman deb o'ylamaylik. Sherigimizni qabri boshqa. Bizning qabrimiz boshqa. Bizning kitobimiz boshqa, uni kitobi boshqa. Har bir odamning kitobi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo iqro kitobak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba degan oyatni tushirdi. Ey bandam, o'zingni hisob kitob qilib olishingga kifoya qiladigan, yetadigan qo'lingdagi kitobingni o'qi degan oyat bor ekan. Har bir insonning kitobi o'zini qo'lda. Hamma o'zini kitobini o'qiydi. Mana shu kitobiga ehson, infoqni har bir inson o'zi yozadi. Boshqa odam bo'lgan nima qilmar ekan? Yozmar ekan. Shom diyorlarida yoshi katta bo'lgan bir inson daraxti bo'ladi ekan. Olmadan bo'lgan bir daraxti. Haligi daraxt bog', shu daraxt bog'i olma bog' pishgandan keyin mahalladagilar, qo'shnilar hammalari kelishadiganda olmani yeyishadigan anavlarga indamar ekan. Oshganni olib borib sotadi yoki boshqa qiladi. Shunday holatlar bilan haligi odam infoq ehson bilan yashar ekan. Dunyodan o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin farzandlari olma bog'ini otasi o'tib ketgandan keyin yaxshilab chegaralarini to'sib, endi odamlar kelmasin bu yerga. O'zimiz yaxshilab foydalanamiz. Sotamiz. Tirikchilik bor, o'zingizlar bilasizlar. Unimiz bunimizga kerak bo'ladi deb odamlarni infoq ehsondan to'sib qo'yadi olma gullagan paytda. Chunki meva beradi gullagandan keyin. Alloh taoloning qudrati bilan o'sha yil olmalar meva bermar ekan. Gullari to'kilib, olmalarga qurt tushib, har yil berilayotgan meva o'sha yili to'xtaydi. Mahallasidagi bir imom oqsoqol bo'lgan kishi kelib aytadi: "Seni otang deydi, infoq ehson qilardi. Shuning uchun Alloh taolo senlarga berar edi. Senlar bu gul bo'lishi bilan to'sib qo'yding, xuddi mevani o'zing qilib oladiganday. Mana endi Alloh subhanahu va taolo sizlarga meva berishni to'xtatib qo'ydi" dedi. Siz qo'lingizga mana o'ng tarafdan kelyaptimi pul? Chap tarafdan berib yuboring, ehson qilib. O'zimiz topolmayapmiz, Alloh taolo beryapti-yu. 1 so'm bor odam 10 tiyinini ehson qilsin. 100 so'm bor odam 10 so'mini, 1000 so'm bor odam 100 so'mini. Ba'zi bir qismlarni ehson qilsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida mana u banda infoq qildi, ehson qildi deb yozib qo'yilar ekan. Islomda 5 ta arkon bor. La ilaha illallohni aytgandan keyin 4 ta qoladi. Mana shu arkonlarning birinchisi namoz, undan keyingisi ila zakot. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birinchi bo'lib mo'min musulmonlarga amir bo'lgandan keyin ba'zi bir arobiy qabilalar biz zakotni bermaymiz dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu boshqa millatlar bilan, boshqa musulmon emas odamlar bilan razot qilmaymizda, birinchi bo'lib musulmonlar bilan urushamiz dedi. Zakotini bermagani uchun dedi. Namoz va zakotni o'rtasini ular ajratib ayirib qo'yganligi uchun, infoq ehsondan o'zlarini to'xtatganligi uchun ana u odamlar bilan birinchi bo'lib infoq ehson qilmaganlarga qarshi urush qilamiz dedi. Bizi zamonimizga kelib, ayniqsa hozirgi paytda odamlar pulni shunchalik qattiq yaxshi ko'radi, umuman infoq ehson qilmaslikni butun hayotiga qoida qilib olgan odamlar bor.
Odamlarni ko'ziga bir yerda pul to'plab bu yerga qilsa 5 so'm tashlab qo'yadi. Bo'ldi deydigan odamlar bor. O'sha pul berayotgan pulni ham hali eldan qolmaylar deb berayotgan odamlar bor. Xolis Alloh taolo uchun niyatni xolis qilib ba'zi bir paytda cho'ntagimizdan pullarni berib ehson qilib turishimiz kerak ekan. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Alloh taolo aytdi deyapti. Anfiq unfiqu alayk. Alloh taolo aytar ekan, ey bandam, sen ehson qilsang, senga men beraman deydigan. Mana hadisning ma'nosini tushundingmi? Ey bandam deydigan Alloh taolo, sen infoq ehson qilsang, so'ngra men senga beraman deydigan. Mana shuning uchun musulmonlarning ichida eng yomon ko'rsatilgan sifatlardan biri baxillik. Baxil odamlar oilasiga ham ehson qilmaydi. Uyiga ham ehson qilmaydi. Miskinga ham, faqirga ham, qo'shnisiga ham, do'stiga ham, jo'rasiga ham, masjidga ham biror bir joyga ehson qilmaydi. Qayerga olib boradi to'plab? Uni to'plaversa hisob qiyinlashadi. Bermasa gunoh ko'payadi. Shuning uchun Alloh taolo anfiq unfiq alayk deyapti. Sen infoq ehson qilsang, bandan men senga yana beraman deyapti. Bermaydigan bo'lsa boyagi farishtaning nomiga buni o'zining qarshisiga duolar olish mumkin. Oli Imron surasida Alloh subhanahu va taolo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingizlar yaxshi ko'rib turgan narsalarni ehson qilmaguncha yaxshilikka yetmaysizlar deyapti. Pul yaxshi ko'radi hamma, mana cho'ntagidan chiqib ketishligi qiyin. Yaxshi ko'rib turgan narsangizni ehson qilmaguningizcha iymoninglar mukammal baquvvat bo'lmaydi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, sen baxilliging qo'zigan vaqtda, kambag'alliging ko'zingni yoniga kelib turgan paytda ehson qilsang, shunda Alloh qabul qiladi deyapti. Doim topiladigan sifatda baxilligi qo'zib qoladi insonlar. Va kambag'al bo'lib ketaman ekan, faqir, miskin bo'lib ketaman ekan deb turgan paytda puldan olib ehson qilib qo'yish kerak ekan. Shunisi qabul deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Uyda hamma yo'qni hisoblab bo'ldi, bu yoq o'zimizga yetadigan. Mana ozginasini ehson ham qilib qo'yaveraylik desa savob bo'lmaydi ekan. Kambag'alligi ko'zini yoniga kelib tursa, baxilligi qo'zib tursa, mana shu paytda qilingan ehsonni Alloh subhanahu va taolo qabul qiladi deyapti.